Marhamat aka, mana yosh nihollarni palagini tushirish bo'ladi. Bu nima anaqa bo'ladi? Nima samarasi bor? Nima effekti bor? Siz menimcha palagini tushirib yotqizish nazarda tutayotgansiz kerak. Yotqizishda aka. U endi oldin eski stildan qolgan narsa bu. Hozir bunga unaqa zarurat yo'q. Hozir dorilar chiqib ketgan. Sabab nima pomidorlar g'ovlash paydo bo'ladi pomidorda. G'ovlaganda oldin g'ovlaganda shu o'zimizga o'xshagan Sprafet 239 yana boshqa dorilar preparatlar bor, g'ovlash to'xtatadi. Ana o'shaning o'rniga ekinni tegidan bayin 3-4 ta bayin olib tashlab, uni dezinfeksiya qilib, keyin pomidorlar yotqizilgan. Demak, ishchi kuchidan ekonom bo'lar ekan-da. Tashalgan. 239 dan foydalanilgan. Albatta. Tashalgan, shunda ham shu azotli oziqalar to'xtatilgan. Tezroq stressga tushish uchun ekin o'zini ozgina g'ovlashni olib to'xtatadi-da, gullashga tushib ketadi shunaqa holatlarda. Keyin u tashagandan foydalanib, uni keyin oldingi eski dehqonlar qumlash deydi-yu. Bariga tuproq tortib, shunaqa qilib ham qumlab ham ko'mishgan. Ildizni baqotirib olsin, bu yo'llardan badanlaridan ildizni olsin deb. Bo'ldi. Endi bu aytayotganingizning sababi mana shu. Oldingi anaqalar qolib ketgan, hozir preparatlar chiqib ketgan, buni tushirishga hojat yo'q. Dorilarni sepasiz. Bo'ldi. Qo'shimcha tafsilot va bepul maslahatni quyidagi raqamlardan olishingiz mumkin. Alloh ishlaringizga baraka bersin.